Napoleon Bonaparte taxtdan urilib, surgun qirilgan bo'lgan. Ammo lekin buyuk qurilishlari hozirgacha mana shu butun dunyodan keladigan sayohlarni o'ziga jalb qilib turadi va Fransiyani haligi mustaqillik kunlarida mana shu yerlardan katta paradlar o'tgan va bu paradlardan birini men ham ko'rishga muyassar bo'lganman. Bundan taxminan bir 15 yilcha oldin Triumfalniy arkani ustiga chiqib turib, butun Fransiyani tomosha qilsa ham bo'ladi, turgan odamlar. Lekin buni ustiga chiqqan hozir biz vaqtimiz yo'q. Agar Fransiyaga kelib qolsangiz, bunaqangi sheriklaringiz bo'lsa, aniq buni ustiga chiqmaysiz. Chunki aka ketdik, obed qilaylik deyuradi bular. Ibrohim nima ekan bunoti? O'sha Napoleon qurdirtirgan anaqa arka. Lekin o'zi tagidan o'ta olmagan to'liq bitgandan keyin Fransiyaga sayohatimiz davom etadi. Kuzatib boringlar. O'zbekistonda ochig'i bundan ham chiroyli joylar xudo xolisa.